Aziz ko'ruvchilar, salom, ushbu soat muhim xabarlariga xush kelibsiz. Boshlab xabarlar sarasi. Milliy Mudofaa vazirligining kirish darvozasi yaqinida yuz bergan ikki intihor hujum natijasida kamida 50 kishi o'lib yaralangan. O'lka milliy ordusi o'rinbosari Murod Ali Murod Qunduz viloyati o'lka tinch viloyatlaridan biri hisoblanadi deydi. Va o'lka birinchi ayoli Bibigul G'ani vaqtdan oldin va zo'rlab turmush qurishlar o'lka yoshlari uchun qayg'uli bir masala bo'lib va noqulay payomlar bilan yo'ldosh bo'lganini aytadi. Muhim xabarlar tafsiloti bilan men Nusratulloh Ahadi Botir orqali Milliy Mudofaa vazirligining kirish darvozasi yaqinida yuz bergan ikki intihor hujum natijasida kamida 50 kishi o'lib yaralangan. Ushbu portlash hujum davlat niyozlari ayniqsa Milliy Mudofaa vazirligining ishlovchilari ishlaridan ruxsat bo'ladigan vaqtida yuz bergan. Ushbu portlash natijasida Jumhuriyat riyosatining 2 ishlovchisi va Kobul 2-amniyat havzasining omiri birgaligida 10 kishi o'lib va boshqa 40 kishi yarador bo'lgan. Qunduz viloyati o'lka tinch viloyatlaridan biri hisoblanadi. O'lka milliy ordusi o'rinbosari Murod Ali Murodning aytishicha, Qunduz viloyati butunlay mantiqasi buzmakor guruhlar vujudidan tozalangan va hozirlab mazkur viloyat tinch viloyatlardan biri hisoblanadi. Murod Ali Murodga ko'ra, buzmakor guruhlar vujudidan tozalangan mantiqalarda yetarlicha amniyat kuchlari yuborilgan. Milliy ordu o'rinbosari Murod Ali Murod Qunduz viloyatining chegaralari ham Tolibon guruhi vujudidan tozalangan va Afg'oniston tuprog'idan qo'shni mamlakatlar uchun hech qanday xavotir mavjud emas deydi. Vaqtdan oldin va zo'rlab turmush qurishlar o'lka yoshlari uchun qayg'uli bir masala bo'lib va noqulay payomlar bilan yo'ldosh bo'lgan. O'lka birinchi ayoli Bibigul G'ani ushbu matlabni bayon qilib aytishicha, vaqtdan oldin turmush qurishlar ko'plab ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'ladi. Ana shu holda Xotin-qizlar vazirligi tezlik bilan va zo'rlab turmush qurishlar erkak va qizlar barobarida ma'lum bir zo'ravonlik bo'lganini aytadi. Zo'r bilan turmushga berish va kichik yoshda to'y qilish yoshlarni qayg'uga soladi. Kichik yoshda bo'lgan qizlar turmushga berilmasligi lozim. Zo'r bilan turmushga berish va kichik yoshda to'y qilish sog'lik va ta'lim ustidan manfiy ta'sir qo'yadi hamda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ravoniy qiyinchiliklar bilan duch keltiradi. Zo'r bilan turmushga berish va kichik yoshda to'y qilish islom qonuni, bashar qonuni va asosiy qonunga qarshi bir masala bo'lgan. Ayollar dunyoga bola keltirganidan so'ng necha yil kutib turmaydilar. Hozirda ham qishloqlarda sunnatiy farhang hokimdir. چالش‌های سنتی مواجه میشه. Qunduz viloyatida Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbining uzlarcha havoxolari Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbining 4-kongressida hissa qo'shadigan namoyandalarni tanlash xususida buyuk bir yig'in yo'lga qo'yib, ushbu yig'inda suhbat qilganlar mazkur viloyat aholisi birligi va birdamligi ustida ta'kid qilib va siyosiy faoliyatlarini ham jamiya zaruratlardan biladilar. Ittifolda so'zga chiqqan bir qatori Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbining ilk faoliyatlaridan xursandlik bildirib, ushbu hizb ijtimoiy adolat ta'minlanishi va aholi orasida milliy birlik o'rnatilishi xususida muhim naqshi bo'lgan deydilar. که میخواهند که افغانستان باید در آینده صاحب یک نظامی بوده باشد که هم آزاد و مستقل باشد و هم ضمن آرزوها و ارمانهای هم شهدای خود و هم مردمی که اینمی مبارزه میکنه که ارمانهای شرعی از یا برآورده شد. ما فعلا نه مکتب میخواهیم. Bizlar hozirlab na maktab istaymiz, na klinik va na qayta qurish istaymiz. Hech narsa xohlamaymiz. Yalg'iz amniyat tilaymiz. Biroq durustkim, amniyat kuchlar dushmanga qattiq talafot bergan. درست است که Man guvohmanki, Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbining harakatlari viloyatlarda ham zarur bo'lgan holda bajarilib kelmoqda. Agar az ahzob yaxshi va bajo istifoda etilsa, bir jamoa osudaligi va tinchligi uchun yetarli darajada muhim bo'lgan.
امروز بسیار Bugungi bizlarni bu ehtifolimiz albatta Junbush hizbi 4-kongresi uchun tayyorgarliklar olish ehtifoli bo'lgan. Qunduz viloyatining markazi va 9 ulusvorliklardan qavm buyuklari va yoshlar hissa qo'shdilar. داشتیم در ولایت قندوز Janob Soy do'stim aholi uchun har doim birlik va birdamlik o'rnatilishi uchun harakat qilib kelgan va bizlar barchamiz Junbush hizbining 4-kongresida hissa qo'shish va yaxshi faoliyat qilamiz. 3 yildan buyon siyosiy hizblar bilan birgalikda faoliyat qilaman. Albatta men Junbush hizbidan Qunduz viloyatida yaxshi xotiralarim bor. O'lka iqtisodi va amniyati qiyinchiliklari kuchilari uchun hukumat tomonidan yaratilgan qulay fursatlar barobarida katta to'siq bo'lgan. Jumhuriyat riyosatining siyosiy va ijtimoiy rabitalar raisi Miyogul Vasiq ushbu matlabni bayon qilib, Jumhuriyat raisi kuchilarning butunlay qiyinchiliklarni hal qilish taloshida bo'lgani ustida ta'kid qiladi. Ayni holda kuchilar mustaqil umumiy riyosati raisi Dilovar Fayzon Jumhuriyat riyosatini kuchilar xususida tavajjuhsizlikka aybdor biladi. Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbining 4-kongresi o'tkazilishi xususida Shubirg'on shahrida maslahati o'ltirish o'tkazilgan. Jumhuriyat riyosati birinchi o'rinbosarligining ayollar ishlari bo'yicha maslahatchisi Masuda Umari, Jumhuriyat birinchi o'rinbosari Alahositr general Abdurashid Do'stumning salom va payomlarini o'ltirish ishtirokchilariga yetkazib, Junbush hizbining 4-kongresi Afg'oniston aholisining istaklari taqiq topish maqsadida yo'lga qo'yiladi deydi. Bir orom va tinch fazoda maslahat qilish maqsadida bir joyga yig'ildik. Toqil olsak demokrasiy bir fazoda o'z konferensimizni yo'lga qo'ysak, Afg'oniston Milliy Islomiy Junbush hizbi millioni bir hizbdan iborat bo'lgan. Tarix harakatlarini yuksaltirish uchun bizlar hizb 4-kongresini Kobulda yo'lga qo'yamiz. Xuddi shu xususda Jozjon viloyatida o'z oramizda maslahati o'ltirish o'tkazdik. Umid qilamanki, ushbu kongressda unumli harakatlar amali bo'lsa. Muhim vardishmandlar barpo me'kunim. Rahbariy Junbushdan haqiqiy Junbushda muqaddas armonlarni hadafga oshirish uchun yaxshi namoyandalarni saylab ma'rifat Va Turkiya maqomlarining aytishicha, Turkiya va Suriya chegarasini butunlay shaklda Do'shguri vujudan tozalashga g'olib bo'lishganlar. Turkiya bosh vaziri Binoli Yildirim Turkiyani turistik o'rinlardan asrash maqsadida 91 kilometrlik devor ijod etilishidan xabar bergan. Aziz va qadrli ko'ruvchilar, ushbu soat muhim xabarlar nashrlaridan iborat edi. Bu tur xalqaro to'lqinlarda qoling, ina uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.